Siz ota-onangizni umra safariga jo'natmoqchisiz. Ishonchli firma axtaryapsiz. Rasmiy litsenziyasi bo'lishini xohlayapsiz va barchasi qonuniy amalga oshirishni xohlayapsizmi? Aynan bizning firmada shunaqangi imkoniyat bor. Centrum Holidays biz bilan mukammal umra qilinglar. Inshaalloh bizda boshidan maqsadga o'tib narxlarni aytib qo'ya qolay. Farg'ona Madina yo'nalishida 10-yanvarga bor $995 dan, Namangan Jidda yo'nalishida 11-yanvarga bor $995 dan. 14, 17, 21, 24, 25, 31 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimiz $1025 dan. Namangan Jidda 18, 26, $1025 dan standart paketimiz. Sharoitlari Madina Munavvarada 100 metrdan 400 metrgacha bo'lgan gasnitsa. Makka Mukarramada bo'ladigan bo'lsa 3 ta gasnitsa. 1,5, 1,6, 1,7 kilometr masofadagi gasnitsalar. Avtobuslar 3 ta gasnitsani akalar 6 ta avtobusi bo'ladi. Xudo xolasa avtobusdan muammo bo'lmaydi. Parkovkasi ham 3-hammomdan 10 ga burilib chiqqanlarida 150-200 metr oralig'ida juda ham yaqin bo'ladi. Yosh kattalar qiynalishmaydi. Va albatta inshaalloh Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan 50 boshlarimiz sizlarga hamsafar bo'lishadi. Mukammal umra qilishlaringizga yelkadosh bo'lishadi. Va endi yana sizlarda qanaqa savollaring bo'lsa bemalol kommentariyaga yozsalaring javoblarini beramiz. Firma tomonidan biz sizlarga xuddi shunaqangi kamzillarimizni beramiz va xuddi shunaqangi Centrum Holidays yozilgan sumkalarimizni beramiz. Undan ham tashqari bejiklarimizni aeroportda taqdim etamiz. Qaytayotganlaringda 5 litrli zamzam suvlari beriladi. Va bizdan komfort paket so'raganlar bor edi. Komfort paketimiz 27-yanvar 1 juma Madina Munavvara, 1 juma Makka Mukarrama. Madinada Divan Al-Hijra nomli gasnitsa 150-100 metr oralig'ida, Ibrohim Halil Manazil Al-Hur nomli gasnitsa, buni 1-2 masofadagi gasnitsa bo'ladi. Komfort paketimizda Madina Munavvarada ham 3 mahal, Makka Mukarramada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi va xudo xolasa 50 bosh hamrohligi aeroportdan birga olib qaytarib yana birga olib kelib berish. 14 kun sizlar bilan birgalikda bo'ladi. Madina Munavvarada 5 dan ortiq ziyoratlar, Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlar hamda Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojixiy masjidida kechki ziyofat, Toif shahriga borib ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyati ham bo'ladi albatta. Va inshaalloh bu komfort paketimizdagilarga yana bitta bonusimiz bor. Buni men sizlarga olib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Komfort paketimizdan ketadiganlarga maxsus 3 yostiqchasini ham tekinga sovg'a qilib beriladi. Aynan bunaqa sharoitlar komfort paketda sizni ota-onangiz qiynalmasdan mukammal umra qilishlik uchun. Standart paketimizda ham qiynalishmaydi, lekin kimdirlar komfort sharoit xohlaydi. Aynan shunaqalar uchun mana shu komfort paketimizni tashkillashtirganmiz. Bemalol aloqaga chiqib, ota-onalaringni ishonchli qo'llariga topshiringlar, mukammal umra qilsin. Centrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Bizda barchasi qonuniy. Istasalaring kelib ofisga to'lov qilinglar, istasalaring hisob raqamlarimizga to'lovlarni amalga oshirishlaring mumkin. Komfort paketimizning narxini $1090 qilib belgiladik. Toshkentdan ham reyslarimiz bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib Toshkentdagi reyslarimiz to'g'risida ham ma'lumot olsalaring bo'ladi. O'zbekistonning 12 ta viloyatdan o'ylanmay aloqaga chiqib, Telegramdan qizil pasportlarni tashab bersalaring, sizlarni joylaringni bron qilib qo'yamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyaga yaxshi tilaklarni qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotgan qarindosh urug'larga ushbu video jo'natib qo'ysalaring biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha omon bo'linglar.